Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stim. Videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda videorolik ostiga bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatish uni qilgan bilan barobardir. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. 20 yil tuproq ostida jasadi chirimagan yigit. Loyihada qabriston o'rniga shoh yo'l tushishi kerak ekan. Hammaning boshi qotib qoladi. Mahalliy aholining bildirishicha, bu qabristonga 20 yildan beri hech kim dafn qilinmas ekan. Mayitlar hozirda yangi qabristonga qo'yiladi. Shunga asoslanib, diniy jihatlardan fatvo, davlat idoralaridan ruxsat olingach, qabriston boshqa yerga ko'chiriladigan bo'ldi. Go'rlarga qayta ketmon solinib, marhumlar suyagi ehtiyotkorlik bilan ohista naql qilina boshlandi. Shunda hammani birdan dahshatga solgan hodisa ro'y beradi. Kutilmagan bu g'aroyib holatdan ishchilar qo'li ishga bormay qoladi. Oftob zarbidan sarg'ayib ketgan eski bir qabrni ochishayotganda yangi qo'yilgan murdaga duch kelishadi. Go'rkov va quruvchilardan iborat ishchi guruh boshlig'i g'azab aralash hayrat bilan Go'rkovdan so'raydi. 20 yildan beri bu yerga hech kim dafn qilinmagan degan edingiz-ku? Shunday, Sayyid. Unda bu nima? Vallohi bilmadim, Sayyid. Siz bilmasangiz unda kim biladi? O'limdan xabarim bor, bu narsadan xabarim yo'q. Mayitning yuzini ochib ko'rilsa, ko'p narsa oydinlashadi deb gapga aralashadi tepada turgan mahalla oqsoqoli. To'g'ri aytasiz. Oqsoqol so'zini tasdiqlaydi boshliq. Murda yuzidan tuproqni olib tashlashga Go'rkovdan boshqa hech kimsa botinmaydi. Kunda qancha mayitni qo'ldan o'tkazaverib, diydasi qotib ketgan Go'rkov noma'lum murda jasadiga qo'l uzatayotganda allaqanday noxushlikni sezdimi? Yoki uni ham boshqalar qatori qo'rquv chulg'adimi? Nimagadir bezovtalandi. O'liklarning haybati bo'ladi deganlaricha bor ekan. Suyagi Go'ristonda qotgan odam shunchalik titrasa, qolganlarga nima deyish mumkin? Favqulodagi bu manzaradan kimdir yuzini olib qochdi. Kimdir ko'zini uzmay qarab turdi. Murdaning yuzini ochishganda boyagi qo'rqinchdan asar qolmaydi. Hamma murdaga termulib qolgandi. Ko'zini olib qochgan yuragi yo'q, ko'ngli bo'shlar nima bo'layotganini tushunmay, asta yuzlarini murdaga qaratishadi. O'likka qarab ular birdan dong qotadi. Qabr tepasida turganlarning hammasini hayrat o'z domiga tortgandi. Bu bir xil hayratning omili ikki xil edi. Ishchi guruhni xuddi yangi kuyovga o'xshab uxlayotgan yigitning nurli tal'ati hayratlantirsa, mahalla mo'ysafidlarini o'zlariga tanish yigitchaning chiramagan jussasi hayratga solgandi. Mashalloh, astag'firulloh, la havla va la quvvata illa billah kalimasini tinmay takrorlayotgan boyagi oqsoqol ko'zini yigitdan uzmay o'ychan holda. Bu falonchining o'g'li. Otasi tirik, hozir ancha keksayib qolgan dedi. Dafn qilinganiga qancha bo'ldi? So'raydi boshliq. Chamamda 20 yildan oshdi. Yigit hayot bo'lganida hozir 40 yoshga kirgan bo'larmidi? 20 yil. Gapirishga yuragida bermay turganlar tilga kirib oqsoqolga baqirayib qarashadi. Ha, 20 yil. Balkim undan ko'proq bo'lsa ajab emas deb yoshlardan biriga vazifa topshiradi. Hoyjiyan, siz tez borib mashinada marhumning otasini bu yerga olib keling. Ko'rgan bilganlaringiz haqida lom-mim demang. O'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Oqsoqol yo'qlayapti desangiz kifoya. Ish taqataq to'xtagan. Ishchilar o'z ko'zlari bilan ko'rib turgan ilohiy karomat oldida boshlarini yerga qaratib so'zsiz jim o'tirishardi. 20 yil oldin ko'milgan jasad chirimay qanday qo'yilgan bo'lsa,
shunday yotibdi. Buning solih bandaga nisbatan ilohiy karomat ekanini hodisa guvohlarining bari anglab yetdi. Bu yosh yigitcha Xudoga manzur bo'ladigan qanday ish qilib ketgan ekanki, bu ne'matga erishdi degan savol ularni o'ylatib qo'ygandi. Og'zidan hech sigaret tushmaydigan, doim labiga bitta, qulog'iga bitta sigaret qistirib yuruvchi quruvchilardan biri shu paytda sigaret tutatgani hijolat chekdi. Quloq orasidagi tamaki o'ralgan qog'ozni sezdirmay qo'liga olib, majag'lab kissasiga solib qo'ydi. Darvoqe, chimildiqqa kirmay qabrda kuyovga o'xshab uxlayotgan tuproq tubidagi nurli Tal'at hikoya boshidagi yigitdir. Bir zumda uning otasi qabristonga yetib keladi. Hodisa bilan tanishgach, ko'zida yosh qalqiydi. Bu dunyoda o'g'lim bilan qayta diydor ko'rsatgan Allohga hamd va sano aytgum. O'g'lim, bizning safarimiz ham yaqinlashib qoldi. Iloho hayotimizni sizning kabi husnul xotima bilan yakunlantirsin. Videorolik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, videorolik boshqalarga ham yetib borishi uchun like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.